Bu video darsimizning eng oxirgi qismi ham bo'ladi. Ya'ni video darsi 3-qismi. Normal va standart taqsimot qonunlari. Bu yerda umumiy versiya bo'ladi. Ajratib olganmiz. Ya'ni bu bizda normal standart normal taqsimot qonuniga oid va bu standart taqsimot qonuniga oid belgilash. Har doimgidek birinchi umumiy ma'lumotlardan boshlaymiz, ya'ni qoida qismidan. Teoriya qismidan. Birinchisi normalni ko'rib chiqargan bo'lsak, normal taqsimot qonunida quyidagiga bilib olishimiz kerak bo'lgan formula mavjud. Birinchisi taqsimot qonunining o'zi bilan qo'shishga ega bo'ladi. Bir taqsim sigma ko'paygan x ostida 2pi integral x dan minus chekisligigacha bo'lgan oralikda y va darajada minus t minus a ni kvadrati taqsim 2 sigma kvadrat. Bu yerda hozir videoni ko'rayotgan odamlar qanaqa hayron qolgan bo'lsa, boshida o'zim shuni hayron qolganman. To'g'risi formula rostman ekansan ko'rinishi murakkab. Lekin murakkab bo'lgani bilan misolda ishlanishi unchalik murakkab bo'lmaydi. Ya'ni misolda bu narsa ancha oson. Buni hali yana misol to'xtalib o'tamiz. Keyin zichlik funksiyasi bunaqa ko'rinishda berilgan. Bir taqsim sigma ko'paygan x ostida 2pi hosil olingan, ya? Ha, hosil olingan. Bu yerda o'zida x minus a ni kvadrat. Bitta narsa oldida mana bu t bilan mana x bitta narsa faqat bu yerda integralda mana oralig'ida berilganicha x integral olingandan keyin o'zi x ga qo'yilib ketadi. Integralni ochib olib, keyin hosil olishgan, to'g'rimi? Ha, xo'sh. Ya'ni umumiy ko'rinish shunaqa ko'rinishga ega ekan. Xuddi boya aytib o'tganimdek, bizning taqsimot qonuniga unaqa chuqur kirib ketmaymiz. Chunki asosiy maqsadimiz bundan iborat. Biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bulardan iborat. Ya'ni matematik qutilmamizni qanaqa topamiz? Dispersiyani qanaqa topamiz? Va o'rta kvadratik og'ishni qanaqa topamiz? Bir boshdan boshlaymiz. Hop, matematik qutilma bundoq qarasa, lekin formula, ya'ni taqsimot qonuni o'zi ko'rinishi qiyin bo'lgani bilan bu formula juda ham oddiy. Biz aytdik normal standarti, ya'ni mana qo'nishligi bo'ladi. Ya'ni bu yerda a va qanaqadir b o'lchov interval beriladi. B ko'pincha bizda bu sigmani kvadrat. O'zi shartida aytib o'tilgan bo'ladi. Ya'ni o'rta kvadratik og'ish shu qiymatga teng deb berilishi ham mumkin. Hop, matematik qutilmamizning o'zi aynan bu yerdagi a ga teng shartiga. Hop, dispersiyamiz b ga teng. Yoki boshqa qilib aytganda, ya'ni sigma kvadrat. Sigmamiz x ostida b yoki o'zi shartida berilgan sigmaga teng bo'ladi. Endi medianaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mediana bilan modalan qiymati teng. Bu qiymatlar ham juda a ga teng bo'ladi. Hop, mavzudagi eng oxirgi bilishimiz kerak bo'lgan muhim narsalar, ya'ni qaysidir ma'lum bir intervalga ehtimoliy. Hop, alfa bilan beta oralig'iga, ya'ni ehtimoliga topish uchun bu yerda endi ham jadvaldan foydalanamiz. O'zi formulani kimlar eslaganda bo'ldimi? Ma'lum Laplace. Semestrning eng boshida o'tilgan mavzular. Hop, beta minus a taqsim sigma bu yerda ayru e alfa minus a taqsim sigma. Hop, asosiy formulalar aynan shulardan iborat. Hop. Bundan keyin bizda standart ko'rinish ham bor edi. Standartni sразу o'tib qiling.
standartda farq shundaki, ya'ni xususiy holat deb qarasak bo'ladi. Bu yoqda bizda aytdik normalda a bilan sigma kvadrat bo'ladi. Xuddi shu bilan a bilan sigmani kvadrati sizlar oldidan ma'lum bo'ladi. Qiymat. Standartda sizda aynan shu qiymat 0 1 ga teng. Qolgan hamma narsasi bu yoqda qanday bo'lsa shunga teng bo'ladi. A'larning joyida hammasiga 1 1 qo'yib chiqasiz. Sigma kvadrat joyiga yo'q, teskari. A'ning joyiga 0 qo'yasiz. Sigmani joyiga 1. Standart normaldan farqi shu. Ha, standart farqi shu. Kitobda bizda standartga, ya'ni standart taqsimot qonuniga doir bitta masala berilibdi. Shu masalani bitta ko'rib chiqaylik. Birato'la formulani shunda tushuntirib ketdik. Keyin imkon bo'ladi. Hop, shartda biz bunaqa aytyapmiz. Ya'ni ko'mirni, ya'ni kunlik normasi, ya'ni matematik qutilmasi. Ko'mir qazib olishi qiymat teng ekan bizda 870 tonnaga. O'rtacha korrelatsiya olish qiymatini ham sразу beribdi. Bu narsa bizda 90 tonnaga teng ekan. Bizda so'rayotgan narsa shunaqangi ehtimollikka toping debdi. Ya'ni ko'mir qazuvchilar 900 tonnadan ko'p qazib olishi. Ya'ni bizda x katta bo'lishi kerak ekan 900 dan. Ya'ni bizda asos so'rayotgan narsa shu. O'zimiz yana qo'shimcha shu matematik qutilma dispersiya moda va medianadan ko'rib chiqsak bo'ladi. Hop, birinchi bu shartni bajaradigan bo'lsak. Hop, biz aytdik, umumiy formula bunaqa ko'rinishda dedik. Ya'ni alfa va beta integralda bo'ladigan bo'lsa. Endi 900 tonnadan oshiq bo'lsa, shunaqa. Bizda 900 dan cheksizga. Endi bu yoqda cheksizlik bo'lgani sababi qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan ma'noda ketavergan. Ya'ni bu bizda alfamiz, bu bizda beta. Ehtimollik ham xuddi shu narsa. Ehtimolligimiz bizda 900 dan cheksizgacha bo'lgan holatda topshiriqlar teng bo'ladi. Bu yoqda katta. Hop, formula bo'yicha nima edi bizda? Beta minus a taqsim sigma edi. Ayru alfa minus a taqsim sigma. Xuddi boya aytib o'tganimdek, formula sizda bunaqa juda murakkab bo'lib ketmaydi. Mana bu integral bu. Bu taqsimot qonuni shu. Leibniz, ya'ni to'g'rimi? Ha, Mavro masalasi. Ha, lekin hisob kitobda aslida oson. Chunki hammasini jadval bor. Jadvalingiz bo'lsa hisob kitobini o'sha qiladi. Qiymatlarni qo'yib chiqadigan bo'lsak, betani qiymati bizda cheksizlik. O'z cheksizligini sразу cheksizlik deb ketsa ham bo'ladi. Chunki cheksizlikdan qaysidir sonni ayirsangiz, kamayib qoladi. Ayru alfadan ani ayirishim kerak ekan. Alfa 900 dan ayiraman. Boya aytib o'tdik, ayimiz bizda matematik qutilma. 0. O'shaqa 800. Mana matematik qutilma. Standart deb adashdim. Standart. Ha, normal. Normal. Chunki standartda nima bo'ladi? 0. Matematik qutilmasida 0 bo'ladi. Ha, o'rta kvadratik olishingiz 1 ga teng bo'ladi. Standart. Ha, bu normal. Normalda boshqa qiymat. Bu 90. Cheksiz ham 15 bo'ladimi? Ha. Bu narsa agar ichi 5 dan katta qiymat chiqsa, doim 0.5 ga teng bo'ladi. Shunda 0.5 ayru. Hop, bu yoq tarafga ham hisoblab qo'yadigan bo'lsak. Nol uch bor ekan. Bu narsani jadval bo'yicha qo'yadigan bo'lsak, bizda 0.62 90 chiqar ekan.
hammasi ya'ni jadval bo'yicha berilgan. Bu narsani agar oxiriga hisoblab qo'ysak, ya'ni ehtimollik 0.3707 degan qiymat chiqadi. manfiy chiqib ketishi kerak. Nega? 0.5 dan emas. Ha. To'xtang. Bunda xato qildim. Mana bu kitobda lekin cheksizni bir deb yozib qo'yishibdi. Ha. Chekni Hozir bu yerda o'zim xato qildim. Hozir adashtirib Hisob qilganimizda o'zimiz hisob qilganimizda 900 dan 870 ayirgan bo'lsak 30, taqsim 30 90 0.33. 0.33 agar jadval bo'yicha agar qaraydigan bo'lsak, hop jadvalni o'zini ochib qaraymiz. Hop, 0.33 bo'lganda adashmayman o'zim. Jadval bo'yicha agar 0.33 ga teng bo'lsa, bu narsani qiymati 0.1293 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni kitob oxirida 5-jadval. Shunday. Agar 0.5 dan 0.1293 ayirsak, 0.37. taxminan 0.37. Xuddi boylik, ya'ni kitobdagi javob bilan mos keladi. Asosiy narsa shu. Hop, aytib o'tganimizda, ya'ni bu yerda matematik qurilma bilan dispersiyani topish unchalik murakkab emas. Dispersiyani topish uchun bu narsani kvadratda o'ziga oshirsa bo'ldi. Moda bilan mediani taqsimot qonunida matematik qurilmani o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni quyidagi formula orqali. Misolda umumiy ko'rinishi bu yerda formula.